أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar, maqtaşlar ve alqışlar alemlerinin Rabbi Allah'a olsun. Yaxşı aqibət, neticeler ve muvaffaqiyetler, galibeler uşarlarga olsun. Ve salat salam, yardım, destekleşler ve bütün kollaşlar o Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, onun ehli beytige, bütün sahabelerine ve kıyametkice onun yolu dumangan yoldaşlarga olsun. Amin. Assalamu alaikum Şarkı Türkistanlık qarindaşlar. Hemmemizden terbiye günümüz mübarek olsun. Et kiladigan erp günümüz mübarek olsun. Ögüllik kiladigan kurbanlık et günlerimiz mübarek olsun. Allah hemmemizden ömrümüzge bereket ata kılsın. Qarindaşlar, bugünkü sohbetimiz şu Zilhicce iyi münasebeti bilen hac qilishning hikmati to'g'risida bo'ladi. Bugungi suhbatda men bu hac qilishninki fiqhiy taraflariga kirmayman. Chunki fiqhiy taraflari zaten nimaning farz, vojib, sunnatligi, qaysining baldu, qaysining keyin qilinganligi fiqhiy kitoblarimizda olimlarimiz tarafidan yozilgan. Bu fiqhiy tarafga kirmayman. Yana biri hac qilishninki asaslık maqsadiga kirmayman, chunki u zaten Allah rızası uchun qilinadi hac. Buni hammamiz bilamiz. Bugun qiladigan suhbat temasi ko'rib turganladik, hac qilishning hikmati. Ya'ni Allah mushundaq hac qilsa, nima uchun mushundaq yo'g'on katta savob beradi? Nima uchun Allah rozi bo'ladi? Nima uchun hac qilgan odam anadan tug'ma gunohsiz bo'lib qaytadi? Şunu düşünüş için hac qilishning hikmetleri hakkında to'xtalamiz. Aldılan qarindaşlar, hac qilishning hikmetini düşünüş için hac nima? Hac deganning ma'nosi nima? Buni Uyg'urchada tushunishga tirishamiz qarindaşlar. Shuning uchun hac degan arabcha kalima bo'lib, uning nurg'un ma'nolari bor. Bu ma'nolarning birinchisi, hajning birinchi ma'nosi qat'iy niyetga kelish degan gap. Ya'ni inson bu dunyoda yashagan vaqtimizda garchi vazifamizni bilsakmi, bu dunyoga Allohni rozi qilish uchun o'zimizningki kimligini isbotlab, yaxshi insonligimizni isbotlab, jannat qozonish uchun kelgan bo'lsakmi, imtihon uchun kelgan bo'lsakmi, bu dunyoda hayot shartlarida ba'zi birdan uning keyindan yugurib, birdan buning keyindan yugurib nurg'u vaqtda o'zimizning vazifasidan g'aflat qiladigan ishlar bo'ladi. Shuning uchun yosh vaqtimizda biroz pul topib uni qilaman deymiz, anondan keyin balchaqliq bo'lib deymiz, anondan keyin kichkina boy bo'lib deymiz, anondan keyin bolalarimni o'qitib olib deymiz, anondan keyin uy o'choqlik qilib olib deymiz. Ashunda bo'lib bu dunyo bizni keyniga selib elib ketaverdi, ömrimiz o'tib ketadi. Shuning uchun bir mu'minning qalbi davomli vijdoni aytishidi. O'ylaydiki, men bu dunyoga kelgan vazifam asli boshqa edi, men boshqa yo'llarda ketib borman, aplo umrim bakar o'tib ketib bordi deb intayin ichi yanudi insonning. İchi kuyidi. Ya'ni qilishga tegishli ishlarni qilolmaganligi uchun, umri behuda o'tib ketganligi uchun normal bir mu'minning vijdoni qaynaydi. Şu vicdan qaynash jarayonida mu'min kunlarning birida shunda qat'iy niyatga keladi-ki, yeter. Bu qadar nashayan ishlarning keynidan yurganligim, bu qadar aqmas dunyoning keynidan yurganligim yeter. Men endi asli vazifamga qaytishim kerak deb o'z vazifasiga qat'iy niyat bilan atlanganligini haj deyiladi. Bu qat'iy niyatga atlanganlikni Qur'oni Karimda azm deb ataladi. Qat'iy niyatga kelgan, qat'iy niyat bilan ish qilgan payg'ambarlarning ulul azmi deb ataladi. Masalan, bizning atimiz
Adem aleyhisselam hakkında Allah Teala şunda deydi. Ve idâ ahidnâ ilâ Adem'e min qablu fenesiye ve lem necid lehu azma. Bu Adem aleyhisselamның cennetlik hayatını tasvirlep bu ayette şunda deydi. Ve iz hatırla ey bende biz bir zaman sizler bu dünyaya keliştin burun Adem bilen sözleşken tok. Va'deleşken tok. Adem bizden sözümüzden çıkmaydıgan boğan, biz Adem'den razı oladigan ve onun da cennet ata kılıdığan bulap sözleşken tok burun. Fenesiye Adem bu va'desini unutup kaldı ve lem necid lehu azma. Biz Adem'ge bir kat'i niyet köremedik Adem'den. Cennettilam şeytanın keynige kirip cennettilam hatalaştı diye yerde Hazreti Adem aleyhisselam'ını tasvirlige yerde azm kelimesini kat'i niyet tapamadık dedi. Yani cennet şaraitida kat'i niyet tapamadık. Nima uchun? Cennette bütün şaraitlar turmushna ait isil hamma narsa naq bo'lg'achqa, taq bo'lg'achqa inson va'da qadrini qimmatini bilolmay qoladi. Shuning uchun Allah bu insonlar bu cennet tutsa qat'iy niyatga kelinmaydi ekan. Shuning uchun jannatning qadrini bilsin deb dunyo degan yerga bizni qaytarib kelaylik. Dunyo degan eng tuvan darajadagi hayot degan gap. Eng tuvan darajadagi eng sifatsiz darajadagi bir hayot degan gap. Shu bu sifatsiz hayotga tushirib qo'ysa, inson jannatni seg'inadi. Her qatim jannatni o'ylagan vaqtida jannatga bo'lgan ishtiyoq ashidi. Cennette Allah'ın rızası var. Cennette Allah'ın cemali var. İnsanın iştiyak aşıdı. Şu iştiyakның türküsü de kat'i niyetki kelip muşu dünyada yüzünün vazifesini ada kılsın. Yani azmge kat'i niyetki kelsin deb Allah bizni muşu dünyaya evatgan. Muşu dünyaya kelgenden kim biz kat'i niyet bilen Allah tarafga yüzümüzni atganlikning ismi haj. Lug'atdagi ma'nosi shu. Hem de hacның ikinci ma'nosi kurashda ve mücadelede yenip çıkış degan gap. Yenip çıkış. Biz bu dünyaya kurash uchun keldik-ku, mücadele uchun keldik-ku. Mushu dunyodagi kurash ve mücadelede yenip yetishning ismini haj deyiladi. Arab lug'atida huwa hajjahu fahajjah deydigan kelimeler var. O adam palani bilan tutuşup kaldı. Tutuş jarayonida uni yeng'etti deydigan yerda yengi deydigan yerga hajjahu kelimesini qo'llanadi. Shuning uchun biz bu dunyoga kurash uchun keldik, mücadele uchun keldik. Shuning uchun biz mush kurash, mush mücadelede yengiman deb yengish tuyg'usida yengish niyati bilan, yengish qat'iy niyati bilan yashaganlikni haj deyiladi. Bu haqda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de shunday deydi. Sura Maide'nin 97. ayetida Cealallahu Ka'betel Beytel Harama qiyamen linnas ila ahiril ayet. Allah deydi ki Allah Teala Kabe'ni yani bizim kıblemiz Kabe'ni yani muhterem Beytullah'ni insaniyet için qiyam qilib berdi. Qiyam degan canlanış vesilesi, tirilish vesilesi qilib berdi degan gap. Yoki bo'lmasa naq maydonga sahnaga chiqib o'zining va'dasiga naqadar sodiqligini ispatlash uchun naq maydonga chiqib o'zining kimligini va o'zligini e'lon qilganlikni Allah bu yerda qiyam al-hajjal baytal al-ka'batal baytal harami qiyam qilib berdi deydi. Biz hamda hajga boradigan vaqtimizda haramga hajga boradigan vaqtimizda nima uchun boramiz? Qiyam uchun boramiz. Yani hajning ma'nosi nima degan gapkan? Tik turib jonlanish. Haj qilish orqali tirilish yoki haj qilish orqali o'zimizni naq maydonga tushirib, sahnaga chiqarib, o'zimizning kimligimizni oshkora qilish. Qanday oshkora qilamiz va'da Adem alayhissalomdan tortib İbrahim aleyhisselam'a kadar, İbrahim aleyhisselamdan Muhammed aleyhisselam kadar
Muhammed Aleyhisselam ta hazırga kadar İslam kahramanları, insan kahramanları, insaniyet kahramanları Allah rızası üçün, Allah rızasını kazanış üçün qandaq mücadele qılgan bolsa, qandaq küreş qılgan bolsa, men mana muşulunu doğrap, aşındaq mücadele qılaman dep Kabe meydanına çıkıp, Harem meydanına çıkıp, bütün insaniyetning oldida men mu aşlığa o'xshash bir qahramon bo'laman. Men mu Allah rızası üçün, haq üçün, haqiqat üçün, to'g'rilik üçün mücadele qilaman deb o'zimizni bag'ishlaganlikning ismini Allah bu yerda qiyam dedi. Ya'ni kurashda va mücadelede yengib chiqish uchun tik tug'anni bu hajninki ikkinchi ma'nosi dedik. Üçüncü ma'nosi nima? Vafadarlıkni va sadoqatni hujjatlashtirish. Haj kelimesi hujjat kelimesi bilan o'xshash yıldızdan chiqadi. Biz hujjat deymiz-ku, isbot, dalil isbotni hujjat deymiz. Bir odam bilan bir odamga pul berib tursak, beriblam, bo'pti deb qo'yib qo'yganimiz hujjatlashgan bo'lmaydi. Ama mana shu pul berdim deb uni qo'l qo'yib, biz qo'l qo'ysak hujjatlashgan bo'ladi-ku, dalil isbotliq muomala qilgan bo'ladi. Şunun için bu hac kelimesininki üçüncü ma'nosi vafadarlığımızı, sadaqatimizni hujjatlashtirish. Kabe'ga berish orqali, haremga berish orqali bütün insaniyetning oldida o'zimizning vafodor ekanligimizni, sadoqatmand ekanligimizni e'lon qilamiz. Nimaga vafodor, nimaga sadoqatli qilamiz? Ota uyimiz, ana uyimizga sadoqatli qilamiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, yani Sure Ali İmran'ın 96. ayetinde şunday deydi. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bekke'te mübareke ve huden lil alemin. Bu dünyadaki hakikat şudur ki, insaniyet üçün bu dünyada tunji qatım selingan öy Mekke'deki öydür. Aşı Mekke'deki öy, yani Kabe insaniyet üçün tunji yeryüzüge bina kılıngan öy aşı deydi Kur'an. Bu öy mübareken, mübareklik noktasında ve huden lil alemin, bütün alemge hidayet noktasıdın şunda ulug' öy. Bu öy birinci qatım selingan deydi. Bu öy kimning uyi? Birinci qatım dunyoga kim kelgandi? Adem atamiz ve Havva anamız kelgandi. Bular jannatdan qo'g'linib bu dunyoga tushirilgan chaqda tövbe qildi. Tövbe qilgandan keyin Allah ba'zi bu dunyoga loyiq ibodatlarni farz qildi bularga. Farz qilgandan keyin bu ibodatni qilgach, ibodat qilish jarayonida bu jannatlik chaqda arshining atrofida meleklerning arshini tavob qilib, shu yerda haj qilib Allohga ibodat qilayotganligini ko'rgan. Shu chaqdagi shu meleklerning ibodatini seg'indi bular. Seg'inib, ey Allohim, biz shu yerda arshining atrofida meleklerning ibodat qilganini ko'rgandik, biz mana shunday ibodat qilishni xohlaymiz. Biz mana shunday tavob qilib, bir yani davomli sana ibodat qilishni xohlaymiz deb Allohga yalvargan vaqtida Allah şu Kabe'ni bina qilishni Adem Aleyhisselam'a buyurup, Adem Aleyhisselam tarafidan Kabe bina qilindi. Adem Aleyhisselam ve Havva anamız şu yerde ibadet kıldı. Şu ibadetxonani bunu o'zining uyi qilib o'tdi, hayotini o'tdi. Shuning uchun bu Kabe demek, biz Adem Aleyhisselamning balları, Adem atamızning balları, Havva anamızning balları. Biz Kabe'ga bordik, haj qilg'ili bordik degan gap ata uyimizga, anamızning uyimizga ozni qilib yoki ziyorat qilib berib, o'zimizning şu Adem ataga tava ekanligimizni, o'zimizning şu Havva anaga tava ekanligimizni, ularga vafodor ekanligimizni, insoniyatga sadoqatmand ekanligimizni hujjatlashtirish uchun nima qilamiz? Hajga boramiz. Shuning uchun hajning 3-chi ma'nosi vafodorlikni va sadoqatni hujjatlashtirish deyishimizning sababi shu. Hajga nima uchun boramiz? Nurg'un pul hajlaymiz, nurg'un zaman ketadi. Hozirgi zamonda asan bo'lgan bilan burungi vaqtlarda bizning mamlakatlardan 6 oyda bordik, 1 yilda bordik degan gap bo'ldi.
Eşekligi minip, tügüge kalığı minip, pişadı minip, aşında barıdığan. Nurgun adamlar hayatıdan ayrılıp kalıdı. Qaraqçının kulu bilen yoki kesellikning sebebidan yoki uzuq yetişmeslikning sebebidan bir sebeplerden hayatıdan ayrılıp qalish ihtimalligi her yıl ko'rilib turdi insonlar orasida. Shundoq bo'lsa-mu, ashundoq xatarlik bir ibodatga insonlar boradi. Shu berishning sababi nima? Adem atamizga vafadarligimizni, Havo onamizga vafadarligimizni bildirish uchun. Bularga vafadarlik bildirish nima uchun muhim? Nima uchun biz Adem alayhissalomga vafadarligimizni bildiramiz? Havo onamizga vafadarligini bildiramiz. Andan keyin boshqa oyatlarda İbrahim alayhissalom keyin ya'ni yangilaydi ya'ni İbrahim alayhissalom yangilagan chaqdasida uni ko'zga olgan vaqtimizda İbrahim alayhissalomga vafadarligimizni, sadoqatligimizni bildirish uchun boramiz degan gap. Nima uchun bularga sadoqatligimizni bildiramiz? Chunki Havvo onamiz, Adem alayhissalom, İbrahim alayhissalom va ularning orlig'ida o'tgan butun payg'ambarlar insoniyatga vakillik qiladigan vakil xarakterdagi insonlar. Ular insoniyatning manfaati uchun ishlagan. Shuning uchun biz inson bo'lg'achqa, biz insoniyatning manfaatiga ishlagachga, butun insoniyatni jannatga oladigan xizmatlarni qilg'achqa, biz shularga vafodorlik bildirish yuzidan men shu odamning yo'lidan manaman, Adem ata, Havvo onamning yo'lidan manaman deb vafodorlik va sadoqatligimizni bildiramiz. Endi buningki vafodorlik va sadoqatlik bildirishninki ahamiyati endi hozir bugungi kunlarda nihoyat aniq ko'rilyapti qarindoshlar. İnsaniyat hozir Havvo ona, Adem ata va Havvo onaning yo'lidan mangmay shaytonning yo'liga kirib ketgachga Adem ata va Havvo ona olib kelgan islomiy sistem Dajjallarning quli bilan, tag'utlarning quli bilan shaytoniy sistemga aylanib ketgachga hozir butun sistem insoniyatni yo'q qilishga ishlayotdi. İnsoniyatningki neslini yo'qotish uchun, insoniyatning nüfusini azlatish uchun, insoniyatning aqidasiga tajovuz qilish, iymoniga tajovuz qilish, nesliga tajovuz qilish, mol-mulkiga tajovuz qilish, insoniyat uchun nima muqaddasat bo'lgan bo'lsa, insoniyat muqaddasatining hammasiga hujum qilyapti hozirgi sistem. Nima uchun? Hozirgi sistemning beshidagilar Adem alayhissalomning yo'lidan mangmay, shaytonning yo'lidan mang'achqa insoniyatga dushmanlik qilyapti. Bu nuqtadan qaragan vaqtda biz mu'min musulmonlarning Adem ata, Havvo onaning yo'lidan mangishimiz, izni besishimiz, ularga vafodor bo'lishimiz, ularga sadoqat bilan bo'lishimiz intayin muhim. Shuning uchun shu sadoqatimizni bildirish uchun shu islomiy sistem shaytonlarning quliga, dajjallarning quliga, tag'utlarning quliga tushib ketmasin deb butun dunyodagi hamma insonlar shu bir Kabe'ga berib, haramga berib haj qilishimizning sababi shu. Shuning uchun hajning 3-ma'nosi vafodorlik va sadoqatmandligimizni hujjatlashtirish, isbotlab chiqish degan ma'noni bildirdi. Bu hajning 4-ma'nosi qarindoshlar ota-onamizdan qolgan ana to'pqa va ana iqimga qetilish degan gap. Masalan, arabchada qasada rajulun ilayhi deydigan bir gap bor. Ashna gapni qo'llanadi lug'atda. Bir inson faloniga qatilib ketishni nima qildi? Maqsad qilib yo'lga chiqdi deganda qasada rajulun ila kaza ya ilayhi bu shaklda so'zlanadi arabchada. Bir inson bir yerga qatilib ketish uchun, bir to'plamga qatilib ketish uchun yo'lga chiqqanni qasada ilayhi deyiladi. Haj deganning ma'nosi qasada ilayhi. Hajja ilal Baytullahil Haram degan gap, Baytullahil Haramga qatilib ketish uchun, Baytullahil Haram sistemiga qatilish uchun yo'lga chiqdi degan ma'noni bildirdi qarindoshlar. Buningda yana oyatda Sura Ali Imronning 97-oyatida Rabbimiz nima deydi? Fihi ayatun bayinatun maqam İbrahim ve men dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan-nas hajjul beyti men istata'a ilayhi sabila ve men kafara fe innallaha ganiyyun 'anil 'alamin. Bu ayette Rabbimiz deydi ki bu hajda uçuk aşkara delil ispatlar var. Bu delil ispatlar orqali
o'zingizni isbotlay oladigan, shu dalilga uyg'un bo'lsangiz, shu dalil bo'yicha muomala qilinadigan, uyg'un bo'lmasin, uning ta'sirisiz muomala qilinadigan, sizni o'lchaydigan ochiq oshkora o'lcham bor bu hejda. Masalan, maqomi Ibrohim bor. Mesela hech qilganli biladi. Hammaylar tavobdan keyin maqomi Ibrohimga kelib, maqomi Ibrohimda 5 rekat namoz o'qiydigan ish bor. Maqomi Ibrohim nima degan gap qarindoshlar? Bilamiz Uyg'urcha maqom kalimasini qo'llanamiz. İbrahim alayhissalomning Alloh dargohidagi bir maqomi bor-ku. İbrahim alayhissalom shu Alloh dargohidagi shu maqomga, shu maqomi Ibrohimda ibodat qilish orqali shu yerga ulashgan. Bizmi hejga borgan vaqtimizda shu maqomi Ibrohimga berib, İbrahim alayhissalomni do'raymiz. Deymizki, ya Allah, sening yo'lingda, sening xaliling, do'sting İbrahim alayhissalom qanday xizmat qilgan bo'lsa, men shunday xizmat qilaman. Sening xaliling İbrahim alayhissalom seni qanday rozi qilgan bo'lsa, men shu xizmatni qilishga hozirman. Ey Allohim, İbrahim alayhissalom shu maqomga erishish uchun qanday bedel to'lagan bo'lsa, qanday qiyinchiliklarni yengan bo'lsa, qanday eg'irchiliklarga bardoshlik bergan bo'lsa, men İbrahim alayhissalomga o'xshash beshimga nima kelsa mayli, men shu İbrahim alayhissalomning maqomiga men talib. İbrahim alayhissalomning beshiga nima kelgan bo'lsa, mening beshimga kelsin mayli, men rozi, men İbrahim alayhissalomdek bo'lishga nomzod degan gap. Maqomi İbrahim. Shuning uchun shu yerga berib, shu yerga duo qilamiz, ya Allah, men keldim. Men İbrahim alayhissalomni o'rnak olaman. İbrahim alayhissalomning yo'lidan manaman. İbrahim alayhissalom qanday dargohingga bu qadar yuksak maqomga erishgan bo'lsa, men shunga nomzod deb o'zimizni tanglab, shu yerda insoniyat oldida, ulug' Ka'ba oldida, Allohning huzurida Allohga so'z beramiz. İbrahim alayhissalomdek bo'lish uchun. Shuning uchun bu haj qilishda ochiq oshkora bayonotlar va o'lchamlar va sizning kim ekanligingizni o'lchaydigan o'lchamlar va masalan maqomi Ibrohim shu. Agar hajga berib İbrahim alayhissalomni o'rnak olish, İbrahim alayhissalomning yo'lidan minish, İbrahim alayhissalomning beshiga nima kelsa, shuningga rozi bo'lmay qaytib kelgan odam hoji bo'lolmaydi. Chunki o'lcham bu. Ka'baga berib maqomi Ibrohimga borgan odam İbrahimlashmasa hech qabul bo'lmaydi degan gap. Chunki u yerda bayonot va o'lcham bor. Normalda bir shirkatda ishlasak, o'lchamga to'shmasak, shirkat qabul qilmaydi qo'toy ishlarini. Allah İbrahim alayhissalomning maqomiga talib bo'lib, Ka'baga berib, u yerda İbrahim alayhissalomlashmasak, İbrahim alayhissalomni o'zimizga o'rnak qilib, uning yo'lida mangmasak, hech bekor bo'lib ketadi qarindoshlar. Shuning uchun Alloh bu yerda o'rnak berib, maqomi Ibrohim bor bu yerda deydi. Yana birisi, "Va man dakhalahu kana amina." Har qanday odam Ka'baga kirsa, amin holatda kira oladi deydi. Nima degan gap bu? Ya'ni Ka'ba bir emniyet merkezi. Bunu tushunish uchun qarindoshlar, shu dunyoda bir-birini o'ldirib yetadigan odamlar bo'ldi-ku, biz qotil, biz maqtul bo'ldi. Bu mahkamaga borgan vaqtida qotil mahkamada turdi, salpiyib. Andiki maqtulning tuqqanlari bo'ldi u yerda. U tuqqanlarning ichida har yigit yosh bola bo'ldi. Xolisi bir uriblar qotilni o'ldirib etganlik darajada kuchli insonlar bo'ldi maqtulning tarafdorlaridan. Ammo mahkamaning hurmatidan, mahkamaning suridan, shu yerdagi qoida tufaylidan maqtulning tuqqanlari qotilga nima qilolmaydi. Tak qilib chekinmaydi. Haqorat qilolmaydi, hech nima qilolmaydi. Shuningga o'xshagan dunyoning ham yerida davomli problemlar bo'lib turadi. Bu dunyo ixtilof dunyosi. Ixtilof dunyosi bo'lgandan keyin mu'minlar bilan kofirlar orasida ixtilof bo'ladi. Mu'minlar bilan mu'minlar orasida ixtilof bo'ladi. Bir qavm bilan yana bir qavm orasida ixtilof bo'ladi. Bu ixtilof dushmanliklarga aylanib ketishi mumkin. Ammo hammadan o'zi musulmon deydi, hajga kelgandan keyin ashada qotil va maqtul ziyonga uchrag'uchi va ziyon bergichi Ka'bada yuzga kelib qolsa, ya'ni bir odam dadasini o'ldirib etgan bo'lsa, shu qotil bilan shu Ka'bada uchrashib qolsa,
yoki balchaqillarni o'ltirib o'tgan bo'lsa, o'sha Ka'bada uchrashib qolsa, u Ka'bada hech kimga qo'l solish haqqi yo'q. Nima uchun Alloh buni bir o'lcham qilib qo'ydi? Hajga kelgan odam shundoq kangqisoq bo'lish kerakki, Ibrohim alayhissalomdek o'zingizning dushmani kelgan taqdirdimi Ka'baning hurmati uchun bir-biringizga chaqilmaysiz deydi. İnsanlar davamlı qalqib bir araga kelmagachga, birisi bilan so'zlashmagachga, birisini tushunishmaydi. Birisini tushunishmagachga arasidagi problemlar hal bo'lmaydi. Haj asosan problemlik insonlarning hajga kelish orqali bir yerga kelib, o'zining qarindosh ekanligini, hammasining Ibrohim alayhissalomning yo'lidan mangan yo'lchilar ekanligini, hammasining Adem alayhissalom va Havva alayhissalomlarning yo'lidan mangan va butun payg'ambarlarning yo'lidan mangan o'xshash yo'lning yo'lchilari ekanligini tushunib yetgandan keyin, voy bu qadar dushmanlik nima uchundir? Nima uchun bir-birimizga dushmanlik qilamiz deb, va o'ylanish orqali, so'zlashish orqali, tushunish hosil qilish orqali nima o'tirg'i chiqadi? Amniyat o'tirg'i chiqadi. İnsanlar kelishib qoladi. Shuning uchun butun insoniyatning hajga berib, haj qilishning yana bir hikmati nima ekan? Amniyat hosil qilish. İnsanlar arasida, millatlar arasida, davlatlar arasida, jamoatlar arasida amniyat hosil qilish, dushmanlikni yo'q qilish degandek mushunday insoniyatga foydali ishlar bor deydi Alloh. Shuning uchun valillahi alan-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Shuning uchun Allah'ın insanların üstüdeki hakkı şudurki, hec qilishqa yol nuqtasidan qodir bo'ladigan kishiga Beytullahni haj qilish, ya'ni Beytullahga berib, ash yo'g'in karvonga qatnashiman, yo'g'in ona iqimga qatnashiman deb Ka'baga kelib, shu ona iqimga qatnashish insonlarning ustidagi Allohning haqqidir deydi. Yani haj qilish farz deymiz-ku. Farz bo'lishning sababi insonlarning qarzi va Allohga. Nimaga qarzi va? Vahdaniyat sistemasiga kirish, vahdat sistemasiga kirish va insoniyat o'rtasidagi amniyat sistemasiga kirish vazifamiz bor. Hajni nima degan 4-manda ota-onamizdan qolgan ona to'pqa, ona iqimiga qatilish degan bo'ldi-ku. Hajning ma'nosi unda bo'lgandan keyin bu yerda haj qilgan odam nimaga qatilgan bo'ladi? Adem alayhissalom va Havva onamizdan qolgan islomiy sistemga qatilgan bo'ladi. İbrahim alayhissalom barpo qilgan fidokorlik, ixlos, sadoqatmanlik, tarafsizlik sistemasiga kirgan bo'ladi. Hanifiyat sistemasiga kirgan bo'ladi. Shuning uchun insonlarning qarzi va haj qilish qarzi va Allohning elishi va insoniyat ustida. Bir inson yo'l nuqtasidan berishga qodir bo'lib turib, yetkidek puli va yo'l amniyat bor, haj qilmaschu berib ashada İbrahim alayhissalomning millati deydigan bir ona iqim bor, shu İbrahim alayhissalomning millatiga qatilmasa sodiq bo'lmagan bo'ladi. Vafodor bo'lmagan bo'ladi qarindoshlar. Shuning uchun hajni farz deyishimizning sababi shu. Va men kafara, chunki bu haqiqatni inkor qiladi ekan, fa innalloha g'aniyyun anil alamin. Haqiqat shudirki, Alloh olamlardan behojat. Ya'ni butun insoniyat kafir bo'lib ketsa, bu haqiqatni inkor qilib haj qilganning nimaga foydasi bor yo? Nima uchun baka Saudiyaga boramiz, u yerga boramiz, bu yerga boramiz deb quruq aqmagan sabablar bilan haj ibodatini inkor qilsa bir inson, o insanların ibadet qilmaganligining Allohga hech qanday bir zarari yo'q. Bütün insoniyat kafir bo'lib ketsa, Allohga zarra qadar zarar yetkazolmaydi. Bütün insoniyat mu'min bo'lib ketsa, bütün insoniyat haj qilib, hojim bo'lib ketsa, hammasi İbrahim alayhissalomdek bo'lib ketsa, Allohning ulug'ligiga zarra qadar ulug'lik qatanmaydi. Allohning shon sharafiga zarra qadar shon sharaf qatanmaydi. Shuning uchun haj agar foydasi bo'lgan bo'lsa, uning foydasi o'zimizga. O'zimizni isbotlagan bo'lamiz, o'zimizning sodiq banda ekanligimizni isbotlagan bo'lamiz, Ibrohim alayhissalomning millatiga qatilganligimizni isbotlagan bo'lamiz, Adem alayhissalomning millati ana iqimiga qatilgan bo'lamiz. Ashunda bo'lib
Allah razı bo'lgan bandalar qatorisiga qatilgan bo'lamiz. Hecdan hikmeti şu qarindoshlar. Qarindoshlar vaqt munosabatidan bugun mushunchalik bo'lsin inshaalloh. Etganlikka yana davom qilamiz. Bu suhbatning oqibati oyoqqa chiqaramidi. Allah hammamizdan razı olsun. Qarindoshlar, ma tarbiya kunlari kelib qoldi, arafa kunlari kelib qoldi. Duoyimiz ijobat bo'ladigan kunlar. Bulapmı hecge yuqorida so'zlangan niyatda bo'lgan qarindoshlar. O'zimizni Alloh rizosi uchun atab, qat'iy niyatga kelib, mujadilada kurashdi yengile, nafsimizni yengile, shaytonni yengile, Xitoy tajovuzchilarini yengile. Bizning vatanimiz tajovuzchilik uchrayotdi, mustamlikada qoldi, ishg'oliyatda qoldi. Uni ozod qilish, mustaqillikni asliga keltirish bizning vazifamizda deb Muşu maqsadda İbrahim alayhissalomning millatiga qatilish nuqtasidan haramga borgan qarindoshlar. Shu haramda turib, Arafatda, Muzdalifada, Minada, Ka'bada tavof qilgan vaqtimizda, say qilgan vaqtimizdan hammasida duo qilaylik Allohga qarindoshlar. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltira olishimiz uchun duo qilaylik. Duo qilgan vaqtimizda ya Alloh uni qilpa, buni qilpa deb Alloh bizga yuklagan jihatni Allohga atib duo qilmay. Ey Allah, men mava cihatga atlandım. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, men harakatiga atlandim, o'zimni atadim, iqtisodimni, jinimni, malimni atadim. Shuning uchun menga shu mustaqilligimizni asliga keltirishimizga yordam qil deb Allohdan yordam so'raymiz. Allah bizga jihatni qil desa, Allah Sharqiy Turkistonni mustaqil qilib bersan, desak, Musa alayhissalomning qavmidek, ey Musa, biz bu yerda o'tirib turaylik, sen va Rabbing berib jihad qilib kelinglar degan bilan o'xshashulab qoladi. Aldı bilan biz ziyonga uchragan insonlar bo'lish sifatimiz bilan aldı bilan o'zimizni Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ibodatiga o'zimiz bir ataymiz. O'zimiz atab bo'lganni yoqi qo'limizdan kelgan harakatni qilamiz. Agar qilinmaydigan darajada qalbimiz qo'to, ishimiz bek meynetlashib ketgan bo'lsa, o'zimizning nafsiga o'zimizning kuchi yetmaydigan darajada zaiflashib ketgan bo'lsak, bu vaqtda Allohdan yordam so'raymiz. Ey Alloh, nafsimga qarshi menga yordam qilgin, shaytonga qarshi yordam qilgin, shayton do'stlarimga qarshi yordam qilgin, shaytoniy sistemga qarshi yordam qilgin deb Allohga yordam tilasak, Alloh qo'limizdan tutadi, hidoyatini beradi, ko'zimizni ochadi, basiratimizni ziyoda qiladi qarindoshlar. Shuning uchun haj qilgan qarindoshlar, haramdagi qarindoshlar unutib qolmayli, o'zimizni atayli boshda anondan keyin duo qilaylik. Ammo atamay turib duo qilib qolsak, bu duoning ijobat bo'lish ehtimolligi bek tuvan bo'ladi qarindoshlar. Alloh hammamizni Odam alayhisalom va Havvo onamizning karvonidan qilib etsin. İbrahim alayhissalomning millatidan qilib etsin. Bütün ana aqim Muhammed alayhissalomning ummatidan qilib etsin qarindoshlar. Haramga borgan hojilarimizning hajjini Alloh qabul qilib bersin. Haramga borgan hojilarimizning duolarimizni ijobat qilsin, qabul qilsin, maqsadimizga yetkazsin. Hammamizning baxtimizni versin dunyo va oxiratda. Yaşagan müddetçe İslamiyet'ten ayrılmasın, ölüdüğün çağımızda iman ve tövbeden ayrılsın. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin.